ovqat yeganimdan keyin bir endi aka kelganingizda qanday edingiz? odamsiz yurolmasdim-ku. Men odamsiz yonimda odam bo'lsa yurolmasdim. Hozir o'zim chiqib keldim mana ko'chalarga-da. 6,5 saqirim. Shunga mana suvlaringiz saqirdiki ekanda buni. Endi men kecha Hano bilan gaplashdim, endokrinologman Toshkentman ham. Shunaqa dedim, aka dedi, suvdan olib keling dedi. Erta men olib ketaman. Analiz qilamizdan qani saqir tushiradigan nimasi bo'lsa men aytib hamma odam shaqay deyman dedi. Men telefondasi qo'yib ham beraman sizga. Doktorning gapini. Doktorning gapini. Endi bu degan men 10 saqirda keldim. Undan вообще tushmaydi meniki. İchgan dori uqallamam ichmay turib shuncha 6,5 oy vaqtda. Hozir mana men doktorga ham telefon qilib kecha gaplashdim, aka zo'r-ku deydi. Men shunga bu suvlaringizni saqirga juda zo'r narsasi bor ekan. Aka o'zi nima kasal bilan bu yerga kelganingiz? Men insult bilan keldim. Ko'rdingizki, yurolmasdim-ku. Hozir yaxshi yuryapsiz. Hozir o'zim chiqib kelyapman ko'chaga-da. Mana Rashtapan ko'rdingizmi? Ikki hassasini ham otib yubordi. Ana opa, ana nima? Toshkentdan kelgan. Ana shu opa ham men bir joydan ekan, polni hassalar tashib yuribdi. Aytadi, bunda saqir bilan insult tikishar ekan davosi. Saqirga ham zo'r ekan. Haligi yara chiqqanda quritdi, oyog'ini qirqaman degan saqir kasal quribdi oyog'i. Ana ko'rdingiz bu suvlaringizda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shuncha iltimos sizdan bitta narsa. Buni mana qilib aniqladingizda bu saqirni kishiyer ekan davosi. Yo'q. Mana saqir men bormagan joyim qolmagan, bormagan sanatoriyam qolmagan. Qur dori-dorman mana shu yerda. Buni bir aka, men sizni chetga ishga olaman endi. Birga ishlaymiz endi. Hozir aka bor, mana bor-ku. Kim edi bu aka? Qaysi? Hozir Nasim dadasi bor-ku. Nasim dadasi. Meni kompaniyam borda quyosh batareyasi o'rnatadigan. Quyosh batareyasi o'rnatan O'zbekiston bo'yicha. Kecha bir yigit kelib telefon qildi menga. Mana yoqda qishloqdan ekan. 8 ta o'ylamiz 15 kilovat batareya o'rnatamiz. Hozir bu odam aytdi, men o'rnatib beraman dedi. Aytdi, o'sha odam asboblarni olib keling dedi. Men u yerdan Toshkentdan svarshik Boltga buradigan odam olib yuring, nima qilaman? Aka, hozir mayli, bu gapni nima qiling? Hozir salomatligingiz qanday? Kelganingizdan qorin qanday? Qorinlar, ichlar qatiyardi. Yo'q, bunaqa. Men shunday og'riqchi yo'qoldi-da shu. Topolmadim-ku shu yoqda. Saqir zo'r. Saqirim normalni bo'ldi. Ichak, yurak, jigar, ichki organizm vaqt to'xtab qoldi. Og'riq qoldi. Suvdan ko'proq iching, suvdan. Suvda ichyapman. Bular ichmaydi desa men 5 marta ichyapman. Chanqadimi shundan bostiryapman. Malades, solo. Inshaalloh bularingizni hozir siz mana telefonni yozib olasiz. Men doktornikini. Men saqir bo'lganimda 2015 bo'lsa 8 yil. 8 yildan beri men tabletkaman ham, ukolman ham tushirib yuruvdim. Hozir tabletkani ichmay qo'yganimda men 6,5 ovqatdan keyin o'lchavdim. 1 soatda 10larda o'lchasam 7,5 chiqyapti. Endi men bunga ishonmay yana xotinimnikini ham o'lchab ko'rdim. 4 chiqdi. Nima deysiz? Yo'q, ana olaman. Apidraman ham nima edi bunisi? Fransiyaniki? Apidra bilan bir bola olaman-da Fransiyanikini. Lantus. Ana shuni olaman. Asparmen ichaydim, shu ismdan chiqib ichmayapman, 6,5 bo'ldi. Lantusni 12 olaman. 12 olaman, 12. Eshitilyapti? 12 olaman. 12. Yo, faqat kechqurun olaman 12. Soat 9da. 500ligidan. 500lik ham Arsalmenning 800ligidan 2 mahal ovqat vaqtida. Aktivasiya qilmaysiz. Toza tushib ketib qolmaydimi u? Bo'ldi, lekin men suvdan oboraman, analiz qilib, bu saqirda suvi bor ekan bu yerda. Bo'pti, rahmat akajon. Odamlar haydavering. Menga telefon qilsa men tushuntiraman bu yerda adresini. Rahmat sizga. Xo'p.
ana shu mening doktorim. Ko'rdingizmi? Simashka